O'zgidromet ertaga 26 mayga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpiska tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 darajada, kunduzi 30-32 darajada issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, kunduzi 27-32 darajada issiq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, kunduzi 27-32 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 darajada, kunduzi 27-32 darajada issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, kunduzi 30-35 darajada issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajada, kunduzi 30-35 darajada issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 darajada, kunduzi 27-32 darajada issiq bo'ladi. O'zbekistonning Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, suv, sel toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 darajada, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'ladi.